tabriklaymiz, tabriklaymiz. O bu shamol bo'yatida qayerdadir simyog'och quladi shekilli. Endi 3 kunlab ham svet bo'lmaydi. Jizzax viloyati Forish tumani Nurak mahalla aholisini aynan mana shunday elektr bilan bog'liq masala qiynaganligi yuzasidan millarga murojaat qildi. Nevaralarim var hozir 3 ta 4 ta. Mana tayaga kirib ketib, necha marta qo'rqqanimdan o'zim mazam bo'lmay qolganda to'g'ri. Mana Kamolov Arifning uyi mana shu chaqnash natijasida shuni ham uyi transformatorning oldida yonib ketdi. O'shandan beri halovatim yo'q. Katta yong'in bo'ldi. Tepada bir transformator bor, uni mana bir qo'shnimning hovlisining ichida ular necha portlab, necha chaqnash bo'lib yonadi. Meni o'zimniki qo'yaverasiz. Shunday yo'g'on alanga berib mana yoqqa qarab tog'dan bo'ladi shamol. Qo'rqib yurak avushlar o'tiramiz. Mahalladagi deyarli barcha simyog'ochlarning tagi mana shunday chirib tomon bo'lganligining guvohi bo'ldik. 1974-yil. O'shandan beri biror marta almashtirilmagan. Mana qarang, ahvoli. Agar tepasiga chiqsangiz qulaydi. Tepasi. Transformatorning ahvolini qarang. Mana bu salbalar qarang. Chirib tomon bo'lgan. Shamol bo'lsa, shamol bo'lsa. Mana shu transformator shu qishloqda umuman Nurak mahallasi svet bo'lmaydi, anamunada bo'ladi. Qishni kunlari endi 10 kun emas, qattiq shamol bo'lsa bir hafta o'chadi. Mana sinni qarang. Yerga tegadi. Yana stalbalar ko'rsataman sizga qanday ahvol. Yesangiz qulay deb turibdi. Lekin almashtirmaydi. Bizni mahallada misol 100 ta simyog'och bo'lsa, 95 tasi yoramiz. Shu mahallamizga svet kelganiga 55-60 yil bo'lgan bo'lsa, shundan beri shu istalbalar turibdi. Chirib ketgan, yaroqsiz holda, qulab ketish ehtimoli ko'p. Hozir buni men bilimcha sim ushlab turibdi. Agar sim uzilsa, istalba qulashi aniq. Mana bolalar o'ynaydi bu yerda. Shunday qilsak, qo'limiz yetadi. Bu yerda svet ham ko'p o'chadi. Shamol bo'lsa, svet har doim o'chib qoladi. Mana bu transformatorimiz hamisha portlaydi, tag'i yonib ketadi atrofi. Yonib bu yoqlarga ham o'tadi. Ushbu holat bo'yicha Forish tuman elektr tarmoqlari korxonasi rasmiy munosabat bildirdi. Elektr masalasi bo'yicha muammolarni o'rganib chiqqanmiz. Jami 5 kilometr elektr uzatish havo tarmoqlari hamda 3 ta qo'shimcha transformator punktlari o'rnatish rejalashtirilgan. Ushbu dasturlar tasdiqlangan bo'lib, dastur asosida zaruriy mablag'lar ajratilgan. Ushbu mablag'lar asosida yil yakuniga qadar ushbu loyihalarni amalga oshiramiz va aholi muammolarini ijobiy hal qilib beramiz. Elektr bilan bog'liq masala ijobiy yechim topmas ekan, biz bu manzilga yana qaytaveramiz. Oysha Isoqova, Feruza Murodova Jizzaxdan tayyorlandi.